Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtash ve en isil madihalar olamlarning yaratquchisi ve parvishchisi Alloh taologa xosdir. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyumlik payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salom yo'llayman. Hurmatli o'qirmanlarimiz, navbatda huzuringizga Islom aqidalari nomli kitobning davomini sunamiz. Başqa dindikilarning Alloh taolo haqida aytganlari. Fransiyalik faylasuf Pishak mazhabining qurg'uvchisi Descartes mundaq degan ekan: "Men o'z zotimdagi biror yetarsizlikni his qilganimda, barliq yetarsizliklardan pok bo'lgan kamolatli bir zotning borligini his qilaman. Va mendagi bu hisni barcha oliy sifatlarga ega bo'lgan ashu komil zotning qalbiga sog'anligini e'tirof qilishga majbur bo'lib qolganligini ko'ryapman. U zot bo'lsa Allohdir." Amerika Ma'rif birlashmasining sobiq raisi Ak Morrison inson o'zi yolg'iz turolmaydi nomli asarda mundaq deydi: "Allohning borligiga bu dunyodagi butun shaylar va har shaydagi mukammal nizom sistemalar ochiq guvohdir. Bularsiz yashash mumkin emas. İnsanning yer yuzida mavjud bo'lib turishi va uning aqldan olgan saodatimi Allohning bekitgan bir nizomidir." Fransiyaning mashhur ijtimoiy fanlar olimi Durkheim mundaq degan: "Allohning borligiga ishonish bir haqiqatdir. Chunki insonlar hargizmi bu dunyoning yaratquchisini o'ylamasdan yashab o'lmaydi. To'g'ri, insonlar Allohni aqli bilan toniy olmasdan boshqa narsalarni iloh bilib cho'qingan bo'lsa-mu, ular bu narsalarni Alloh deb biladi." Fransiyalik mashhur faylasuf Bergson mundaq degan ekan: "Dunyoda ilm-fan va falsafasi bo'lmagan insonlar jamoasi tepilishi mumkin. Biroq bir dinga e'tiqod qilmaydigan insonlar jamiyati tepilmaydi." Ernest Renan Dilla tarixi nomli asarda mundaq deydi: "Dunyoda biz yaxshi ko'radigan har qanday narsa, hatto aql, ilm-fan va sanoatlarni qo'llanish erkinligimizmi yo'qolib ketishi mumkin. Biroq diniy e'tiqodning insonlar qalbidan o'chirilib yo'qolib ketishi mumkin emas. Balki u inson tafakkurini zamin hayotidagi kichikgina bir doiraga qisqartib qo'ymoqchi bo'lgan materializmchilarning ideyasining xato ekanligiga jonliq dalil bo'lgan holda mangu davom qiladi." Yuqorida keltirilgan naqllar har xil ilm-fanlar sohasida atrofli yetishgan va uningga ishkirlab kirib haqiqatga yetgan boshqa dindagi olimlarning Alloh taoloning borligiga bergan guvohligidir. İnsanlar dinsiz yaşamagan. O'tmishlarga nazar soladigan bo'lsak, insoniyat beshidan kechirgan har qanday bir dinning asosli da'vati hamman yaratquchi va idora qiluvchi yakka yagona bir Tangrining borligiga ishonishni asosli nuqta qilgan bo'lsa-mu, zamonlarning o'tishi, payg'ambarlarning o'lib tugishi, dindorlarning haq yo'ldan ezishi, kishilarning haq dinning ta'limotlari va aqidalarini tamoman unutib ketishi natijasida ularning Alloh taoloni qo'yib o'tni, daraxtlarni, butlarni va boshqa har xil maxluqotlarni Alloh taologa yaqinlashish maqsadi bilan uningga vosita qilib olganligini, keyincha ular rasmiy turda cho'qinganligini ko'ramiz. Qur'oni Karim bizga o'z vaqtidagi Makka mushriklarining bu vaqtdagi so'zlarini hikoya qilib mundaq deydi: "Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallohi zulfa." Ya'ni Allohni qo'yib butlarni himoyachi qilib olganlar bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirish uchundir deydi. Ular Alloh taolaning hammani yaratquchilari ekanligiga iqror qiladi. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga xitob qilib mundaq deydi: "Va la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Ya'ni agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta ularni g'olib, hammani bilguchi Alloh yaratdi deydi. Tarixshunoslar yer yuzida hech qanday bir millatning diyonatsiz yashamaganligini yakunladi. Alloh taolodan boshqa har xil ma'budlarga cho'qinganlarmi o'zlari cho'qingan narsalarni yaratquchi Xoliq deb atamaydi. Balki ularni yaratquchi Tangriga vosita bo'lg'uchi ilohlarimiz yoki kichik xudolarimiz deb ataydi. Yaqinqi zamonlargacha Afrikada ibtidoiy jamiyat holatida o'nkirlarda, kafirlarda yashab kelgan odam go'shini yeydigan intayin vahshiy qavm Wotintut qabilalarimi
bütün ilahlarning beshida yolg'iz bir iloh bor deb e'tiqod qiladi va uni atalarning otasi deb ataydi. İnson to'g'ri yo'ldan ezib, qanchalik cho'ng xurofotlarga cho'kib ketsimi, baribir uning aqli hech narsaning sababsiz vujudga chiqmaydiganligiga ishonadi-da, u aqlni mushu sabablar qonuniga agashtirib fikr yurgizadigan bo'lsa, albatta Alloh taolaning borligini va cheksiz qudratga ega ekanligini taniydi. Hech bo'lmaganda uning beshiga kulfatlar kelib, dunyoning sabablari qarg'a kelmagan chaqda uning aqli uni Alloh taolaga tanishtiradi. Shu vaqtda u butun vujudi bilan Alloh taolaga yalvoradi. Xulosa: Alloh taolaning borligiga iymon keltirish inson tabiatining talabi bo'lib qolmasdan, balki u aqlning zaruriyati va kamolatidir. Alloh taolaning hammani yaratquchi yakkigona xoliq ekanligini to'nib, uningga iqror qilgandan keyin inson o'zining nima uchun yaratilganligi haqida o'ylanish kerak. İnsonning vazifasi. Savol: inson nima uchun yaratilgan? Javob: insonning nima uchun yaratilganligining javobi musulmonlarda tayyordir. Har qanday bir ijodkor o'zi ijod qilgan narsasining sirini, uni nima uchun ijod qilganligining sababini yaxshi bilgandek, barliq koinotning, jumladan insonning ijodkori va yaratquchisi bo'lgan Alloh taolo inson deb atalgan bu maxluqotni nima uchun yaratganligining sababini albatta yaxshi biladi. Qani Alloh taolodan so'rab baqayli. Ey Alloh, insonni nima uchun yaratding? Uni yemak-ichmak uchun yaratdingmi? Yoki zamin ustiga tug'ilib, biri g'oya va nishonsiz holda o'yin tomoshalar bilan umr o'tkazib, oxiri yana shu zaminning tegiga ko'milib tugish uchun yaratdingmi? Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, uni boshqa maxluqotlardan alohida hurmatli qilib yaratganing va uningga ruh, aql va iroda ato qilganing siri nima? Alloh taolo bizning bu savollarimizga javob berib, Qur'oni Karimda insonni yer yuzida Alloh taoloning amr farmonlarini yurgizish va uning irodasiga varislik qilish uchun o'zidan o'rin bosar qilib yaratganligini e'lon qildi. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yani öz vaqtida Rabbing farishtalarga men yer yuzida o'rin bosar yarataman dedi. Farishtalar, biz seni pok deb madhiylab, seni ulug'lab tursak, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan insonni o'rin bosar qilamsan dedi. Alloh, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. Yer yuzida o'rin bosar bo'lishning salohiyati va eng oldingi sharti insonning o'z Rabbini tonishi va uning itoat qilish ekanligini bayon qilib, Alloh taolo mundaq deydi: Allohullazi xalaqa sab'a samawatin va minal ardi mislahun يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Yani Allah yetti asmanni yaratgan ve yeryüzüdemi onun o'xshishini yaratgan zotdir. Onun emri bularning orasida joriy bo'lib turdi. Sizlarga buni bildirishim Allohning hammaga qodir ekanligini va Allohning hamma narsadan to'liq xabardor ekanligini bilishinglar uchundir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani jinlarni va insonlarni faqat menga qulchilik qilish uchun yaratdim. Biz yashayotgan mushu koinotdagi shaylar ustida yaxshi o'ylanib, tafakkur qilgan kishi koinotdagi har qanday narsaning o'zidan boshqasi uchun yaratilganligi va boshqasi uchun xizmat qilayotganligini ko'radi. Masalan, suv zaminni yashartish uchun, zamin o'simliklar chiqarish uchun, o'simliklar insonlar va hayvonotlarni oziqlantirish uchun, hayvonotlar insonlarning manfaati uchun umr surayotganligini va ular uchun xizmat qilayotganligini ko'ramiz. Hamda inson kim uchun? İnsonning butun koinotdagilarning ulug'roq bo'lib yaratilganligi hurmatiga muvofiq aqlga uyg'un keladigan birdan-bir eng to'g'ri javob shuki, inson Alloh uchun, Allohni tonish, uningga e'tiqod va ibodat qilish uchun yaratilgan. Shu vajidan koinot va uningdagi barliq mavjudotlar faqat insonning manfaati uchun yaratilgan va uningga bo'ysundirib berilgan. Inson albatta yuqorqi shaylardan ulug'dir. Bular qandoqmi inson uchun iloh bo'la olsin?
Şuna insanның quyosh, ay, yulduz, o't, kala va boshqa mahluqotlarga cho'qinishi o'zining insonlik hurmatini hayvonlik darajasiga tushirganligidir. İnson uchun Alloh taologa e'tiqod va ibodat qilishdan boshqasi yarashmaydi. Alloh taoloni tanishning vositalari. Savol: Alloh taoloni tanishning vositalari qaysilar? Javob: Alloh taoloni tanishning vositalari intayin ko'p. Ammo ularni tövəndiki ikkiga qisqartib tushundirish mumkin. Biri aql bilan ilm, yana biri Alloh taoloning sifatlaridan iborat. Aqlning roli. Savol: Alloh taoloni aql va ilm orqali qanday tanig'ili bo'ladi? Javob: İnsondagi organlarning hech biri bekorga yaratilgan emas. İnson vujudining yetakchisi bo'lgan aqlni alayliq, aqlning vazifasi tafakkur qilish va izlanishdan iborat. Agar inson aqlini ishiltib, atrofidagi shaylar ustida fikr yurgizib izlanmaydi ekan, u aqlning vazifasini joriy qildirmagan. Hatto bora-bora aqlning rolini tamoman yo'qotgan bo'ladi. Islom dini aqliy bilish ustiga qurilgan bir din bo'lib, uning da'vati faqat aqllarga xitob qiladi. Kishilarni fikr yurgizib izlanishga chaqiradi. Islom dini kishilarning uningga qaraqulochi e'tiqod qilishini qat'iy rad qiladi. U kishilarni aql ishiltib, o'ylab, fikr yurgizib, yaxshi tushunib, ondan islom diniga kirishni talab qiladi. Shunga Qur'oni Karimda Alloh taoloning osmon, zamin va uning orasidagi go'zal san'atlar ustida o'ylanib, fikr yurgizishni ibodatning javhari deb qaraganlikdan onunğa intayin ko'p savob berildiganligiga va'da qilingan. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga xitob qilib mundaq deydi: "Qul inzuru madha fis samawati wal ard." Ya'ni aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni kuzatinglar. Bu oyat kuzatishdan maqsad Alloh taoloning koinotdagi ajoyib qudratlari va kamoliga yetgan san'atlari to'g'risida fikr yurgizish orqali Alloh taoloni tanishdan iborat. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Vallohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Ya'ni Alloh sizlarni onanglarning qornidan hech narsani bilmaydigan holatinglar bilan chiqardi. Alloh sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Alloh taolo koinotdagi o'zining qudratiga dalolat qiladigan alomatlardan ibrat olmaganlar haqida mundaq deydi: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Ya'ni ular yer yuzida sayr qilmadimi? Shuning bilan tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlar ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'rdir. Alloh taolo insondagi quloq, ko'z va yurak qatorliq organlarning bekorga yaratilmaganlik to'g'riliq mundaq deydi: "Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya'ni quloq, ko'z, dilning qilmishlari ustida savol so'roq qilinadi. Demak, quloq, ko'z, qalb qatorliq sezgu a'zolarning inson uchun qiladigan xizmatlari ko'p va bu a'zolarning Alloh taoloning oldidagi mas'uliyati og'ir bo'lganlikdan Alloh taolo bu a'zolarni Qur'on Karimda bir qancha yerda takror bayon qilgan. Chunki inson quloqi bilan Alloh taoloning kalomini va payg'ambar alayhisalomning hadislarini anglaydi. Ko'zi bilan Alloh taoloning koinotdagi go'zal san'atlarini, uning borligi va birligini namoyon qiladigan turli alomatlarni ko'rdi. Qalbi bilan ko'rgan va anglagan haqiqatlarga ishonib, Alloh taologa iymon etdi. Yuqorqi 3 a'zoni ishiltish faqat aqlning vositasi bilan bo'ladi. Aql o'z yo'lida ishiltilgandila, yuqorqi 3 a'zomi o'z vazifalarini ado qila oladi.